size canımdan doydum. Buz hava yağdı buz. Iloyim bollaringdan tortib qolishga hani eshitib qo'yinglar mana ko'ring. Maksimal shu videoyimni chiqaringlar. Qo'lingdan kelmasa nima qilasan uni tikka tuzib turgan odamni? Odam-ku san o'zingdan qilasan, qil san uyingga birov buzsa. Noinsof bo'lmang. Kim sizlarga aytdim? Men sizlarga qaysinga topshiriq berdim? Buzgindi. Avvalambor har doimgidek sizga sog'lik salomatlik tilayman. Azizlar, ushbu videoni maksimal tarqatishimiz shart. Repost bosing, qancha safimizga kengaysa, obuna bo'ling, shunchalik ko'p rahbarlar o'qiydi, prezidentimizdan shaxsan o'zlari kirib o'qiydilar. Chunki meni o'zlarining akkauntlariga belgilab qo'yganlar, oilaviy meni kuzatishadi. Azizlar, videoni bomba qilib tarqatamiz. Hurmatli Shavkat Miromonovich, ko'pchilikning nomidan chiqolman, shaxsan o'zim ham sizga iltimos bilan, taklif bilan chiqib kelyapman. Endi men qo'limga kelgan videolarni bu xalq norozi, uyi buzilayotgan odamlarning videolari kelgan nihoyatda uyatsiz gaplar bilan, qo'rqinchli so'zlar bilan videolar tashab qo'ying deb yotibdi. Men bularni qo'ya olmayman, chunki sizga men murojaat qilib qo'yaman. Endichi uyi kuyayotgan odam, uyi buzilayotgan odam qay ahvolga tushadi? Qo'rqinchli ahvolga, hatto o'lim bilan tomon bo'ladi. Qancha asab buziladi, siqiladi. Chunki bizani millat birinchi bo'lib uyim joyim deydi. O'sha yerda o'g'limni uylantiraman, qizimni chiqaraman deb orzu havaslar bilan chet ellarda chirib umrimiz o'tib ketyapti. Endi bitta dalada hayvonlar bilan katta bo'lgan tushunchasi yo'q, ongi kalta rahbarlik lavozimiga o'tirib qolib, qarori bor uyni ham buzdirib tashlasa, nima oqibatlarga olib keladi? Shavkat Miromonov, sizga men iltimos qilaman. Men sizni hurmat qilaman. Saidaxon Mirziyoyevani ham hozir mana ko'rib turaman. Ko'pchilik xalqqa yordam berib yuribdilar. Men havas ko'z bilan qarayman. Shaxsan o'zingiz bu narsalarni inspeksiya tayinlab, maxsus inspeksiya yo'nalishi ochib, bu noqonuniy buzayotgan bu rahbarlarni olib borib o'zlarini qamash kerak, o'zlarining uyini buzib tashlash kerak. Chunki ayrimlarini haromdan qurgan, davlatda talon-taroj qilib shu qora xalqni ko'zini yopib qo'yib, itarib pulini olib qurganlar qanchasini men ko'rib turibman. Bitta baxt bo'lmaydi. O'zlari rak kasali bo'lib o'ladi, yo bo'lmasa umrida ham, rizqida ham baraka bo'lmasa, Xudo bir shunaqa bir balo beradi, o'zi hamma narsani kuni bor. Bu narsalarni tushunib yetmayapti. Ko'z och, nazari och. Nima bo'lsa ham o'ziga yaxshi bo'lsa bo'ldi dedi. Yo'q, birovga yaxshilikni ravo ko'rsang, Xudo ko'rib turibdi, uni ham senga shuni albatta qaytaradi. Men nima demoqchiman sizga, Shavkat Miromonovich? Hech kimni uyi buzilmasin, o'zingiz nazoratga oling shuni. Men O'zbekistonga Xudo xolisa boraman, yaqin atroflarda siz bilan ko'rishaman degan umiddaman. Sizni men hurmat qilaman. Menga bosh vazir o'rinbosarlik lavozimini bering, Shavkat Miromonovich. Amerikadan ko'chatdan olib borib ekaman, gullattiraman. Ishsiz odamlarni ish bilan ta'minlayman. Men o'sha Amerikada bilib bo'lishgan qancha-qanchasini ish bilan ta'minlab o'rganman. Millatim uchun xizmat qilmoqchiman men. Men isbotlab qo'yaman. Agar men g'irromchilik qilsam, yolg'on gapirsam, men oldin aytganimdek birovdan pora oladigan bo'lsam, umrbodga qamab yuborsanglar ham men roziman.